TOEFLda ko'pchilikni qo'rquvga soladigani bu uni reading qismi, ya'ni juda qiyin akademik matnlar tashlanadi va unga javoblarni topish qiyin deb ko'pchilikda shunaqa qo'rquvlar yuradi. Hozir shu TOEFL mock variantini oxirgi versiyasi shu programmasidan 3 ta savolini qo'yib ko'raman. Tekst bilan birgalikda o'zingizni bilimingizni sinab ko'ring. Qani nechtasiga to'g'ri javob topa olasiz? To'g'ri javoblarni topish uchun shaxsiyga yozing. Sizga to'g'ri javoblarni yuboraman, tekshirib ko'rishingiz mumkin. 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta o'zingiz bajarib ko'rsangiz yaxshiroq tushunchaga ega bo'lasiz. Bu yerda birinchi savol berilgan. Demak, TOEFLda bilasiz, savollar ketma-ketligi paragraf va qulay tarafi har bitta savolni aynan qaysi paragrafni qaysi qismidan olganini o'zi ko'rsatib turadi, ya'ni highlight qiladi. Ayniqsa bu vocabulary savollarida, ya'ni ma'lum bir yangi so'zni ma'nosini so'raganda imенно o'sha so'zni highlight qilib ko'rsatadi, ya'ni belgilab ko'rsatadi. Bu so'z mana bu kontekstda nima ma'noda kelgan deb. Bu yerda ham ko'rib turibsiz, birinchi paragrafdan berilgan savolligi uchun highlight qilib ko'rsatgan, belgilab ko'rsatgan. Mana bu yerda mana bankers and investors, ya'ni mana bu so'zlar nima ma'noda kelgan deb aynan o'sha so'zni matnda belgilab ko'rsatib beradi, topishingizga oson bo'lishi uchun. Haqiqiy real examda ham xuddi shunaqa paragraflar belgilab ko'rsatiladi va so'zlar ham o'zi belgilab ko'rsatiladi. TOEFLga oid yana shunaqa qiziqarli ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling va yurakcha bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yana shunga o'xshagan test davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentlarda albatta yozib qoldiring fikringizni. Javobini, savol topgan, demak javoblaringiz qanchalik to'g'ri yoki xatoligini bilmoqchi bo'lsangiz, shaxsiyga yozing, men sizga kalitlarni yuborib qo'yaman. Yana qiziqarli ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'ying va yurakcha bosish albatta esdan chiqmasin.